Angliya Tashqi ishlar ministri Dominic Raab Uyg'urlarning qo'rqinchli kishilik huquq tajovuzchiligiga uchrayotganligini aytdi. Angliya Tashqi ishlar ministri Raab Xitoy hokimiyati ostidagi Uyg'urlarning vaziyati haqida to'xtaldi. U BBC'da qatnashgan bir programmada mundaq dedi. Uyg'urlarning ig'ir va qo'rqinchli kishilik huquq tajovuzchiligiga uchrayotganligi aniq. Bu sababdan Janvada 27 davlat birlikda Xitoyni Uyg'urlar va Hong Kongliklarga qilayotgan dafsandichiligini to'xtatishga chaqirdik. Raab Xitoyning Uyg'urlarni bostirish jinoyatining surishtirilishi kerakligini, javobgarlarga qarshi embargo yurgizish kerakligini va ittifoqdoshlari bilan birlikda harakat qiladiganligini aytdi. Uyg'ur avtonom rayonida musulmonlarga yurgizilgan majburiy tug'ut kontrol qilish usullari va keng ko'lamlik bostirish siyosatlariga aloqador dokladlarning uzundan buyon ko'rilib boqmagan bir ishni eslatganligini tilga olgan Raab Uyg'urlarning vaziyatini qo'rqinchli va chekidan oshganlik deb tasvirladi. Xitoyning Angliyadagi bosh elchisi Liu Xiaoming bo'lsa, Uyg'urlarning baxt ichida yashayotganligi va Xitoydagi boshqa oz sonli millatlar bilan barobar muomalaga uchrayotganligidek safsatalarni e'tirof qilishga urindi. Yaqinqi yillardan buyon Xitoyning Uyg'urlarning kimligi, madaniyati va nopsiga qaratgan bostirishlarni kuchaytirishiga qarshi xalqaro jamiyatning tanqidi ko'paymoqda. Sharq Turkiston davosining samimiy qo'llovchilaridan biri bo'lgan Buyuk Birlik partiyasining raisi Mustafa Dastichi apandi qiyinchilikda qolganlarga yordam berish e'tiqodimizda, madaniyatimizda va tariximizda bor dedi. Bir ziyorat programmasida siz Turkiya Sharq Turkiston masalasiga yetarlik ahamiyat beryaptimi degan savolga qarata Mustafa Dastichi mundaq deb javob berdi. Turkiyaning inkosi yetarlikmi? Yo'q, yetarlik emas. Biraylan undaqda nima qilishimiz kerak? Xitoyga qarshi urushimizmi dedi. Urushimiz, zarur bo'lsa urushimiz. Ya'ni bu yerda 40 million musulmon turk irqiy qirg'inchilik uchirsa, Turkiston ishg'ol ostida tursa, u qarindoshlarimizni qutqizish uchun albatta urush qilish kerak bo'lsa urush qilamiz. Yaponiya hukumati Xitoy Hong Kongda talash tortishlik davlat bexatarlik qonunini yo'lga qo'ygandan keyin muhim bir qaror chiqadi. Hukumat zavodlarni Xitoydan Yaponiyaga yoki boshqa Sharqiy Janubiy Osiyo davlatiga yo'tkagan shirkatlarga moliya yordami berish uchun xomchot ajratdi. Bloomberg agentligining xabar qilishicha, Yaponiya Xitoyga qarshi harakatga o'tgan hukumat ishlab chiqarish faoliyatlarini Xitoydan Yaponiyaga qaytarib kelgan yoki boshqa Sharqiy Janubiy Osiyo davlatiga yo'tkagan shirkatlarga moliya yordami berish uchun 536 million dollar xomchot ajratgan. Xomchot miqdori yana eshishi mumkin ekan. Yaponiyaning bu qarorni chiqarishidagi boshqa sabablar bo'lsa, ishlab chiqarishda Xitoyga tayinishni azaytish va ta'minlash zanjirini texmo bexatar qilish ekan. Isroiliya bosh ministri Benyamin Netanyahu haqida parxo'rlik, saxtapazlik va huquqidan qalaymaqon foydalanish ayblashlari bilan echilgan sheriklik davosida ikkinchi sud ochildi. Ishg'ol ostidagi Sharqiy Quddusdagi Quddus rayonlik mahkamasida echilgan sudda Isroiliyada vazifa o'tayotgan mazgilda da'vo echilgan tunji bosh ministr bo'lib qolgan Netanyahuning advokatlari Xitoy virusi sababli sudning kechiktirilishini talab qilgan bo'lib, sud 2021 yil 1-oydan boshlab guvohchilarni tanishlash qarori chiqargan. Sud 3 xil ayblash bilan echilgan da'voda 1-oydan boshlab haftada 3 qatim shohidlarning guvohligini tanishaydi. Germaniya, Fransiya va Italiya rahbarlari o'rtaq bayonot e'lon qilib, Liviyadagi urushga aralashgan va bu davlatga qurol avatgan davlatlarga qarshi embargo qarori chiqarish mumkinligini uqtirdi. Yevropa ittifoqi boshliqlar yig'iniga qatnashish uchun Berosiliga kelgan Germaniya bosh ministri Merkel, Fransiya prezidenti Macron va Italiya bosh ministri Conte Liviya vaziyati haqida 3 taraf yig'in o'tkazdi. Yig'indan keyin e'lon qilingan xulosa dokladida Liviyadagi ishki urushga aralashgan tashqi kuchlarga qarata Liviyaga yurgizilgan qurol embargosi dengiz, quruqliq va havoda xiloflik qilish davomlashsa, embargo yurgizish tanlashini qo'llanamiz deyildi.